Bizning obzorimizda yaqin 1 tonna vaznga ega bo'lgan koreyskiy turbo dizel motorimiz bo'ladi. Buni parametrlarini aytib berishimdan oldin bitta like bosib qo'ying. DI12, DI, DU yoki Doosan engine, Doosan dvigateli, DU dvigateli 12 seriya. Ushbu dvigatelimiz ko'ryapsiz, turbo dizel turbina bilan jihozlangan. TNVD xalq tili bilan aytganda apparatura bilan jihozlangan. Ushbu dvigatelni birozdan keyin o'toldiramiz. Uni mana bu karaga osgan holati. Sababi bu dvigatel yaqin 340 ot kuchiga ega 11.1 объемga ega bo'lgan motorni mana bu paletlar, yog'ochlar ushlab tura olmaydi. O'shaning uchun osgan holati страховочный o'toldiramiz. Buni o'toldirish juda ham katta mahorat talab qiladi. Hozir shuni taraddudini ko'rilyapti. Birozdan keyin ushbu dvigatelimizni o'toldirilgan va davleniyasini ko'rsatilgan obzorni sahifamizga joylaymiz. Bu dvigatel Koreyadagi mashhur hisoblanadi. Asosan betona nasoslarga, avtobetona nasoslarga, generatorlarga, Deo Novus katta yuk mashina bor. Ana shunga o'rnatiladi. Deo avtobuslar ham mana shu dvigatel bilan jihozlanadi. Eng zo'r tomoni bu juda ham chidamli, uzoq yil resursga ega bo'lgan va butlovchilardan muammo bo'lmagan eng zo'r dvigatel hisoblanadi. Gapim to'g'ri bo'lsa, bitta like bo'lsa, fikrlaringizni shu motor haqida kommentarlarda qoldiring. Obuna bo'ling. Aytganimdek, keyingi videomiz yaqin 1 tonnali 11.1 объемga ega bo'lgan koreyskiy BU рабочий dvigatel bo'ladi. Sahifamizga o'tsangiz, mana bu barcha dvigatellarni o'toldirilgan videolarini ko'rsangiz bo'ladi. Videoga like bosib, mana shu 1 tonnali dvigatel qidirgan tanishlarga ulashib qo'ying.